Shkurka apparat agar sizga qimmatlik qilayotgan bo'lsa, buni bitta zo'r yechimi bor. Shkurka apparati ruchnoy bo'ladi. Mana shu holatda kichkinagina korobka ichida, ichini ochib ko'ramiz. Ichidan roligi chiqadi, xuddi shu holatda. Va yana buni ko'p bo'lgan nasatkalari, shkurka najdaklar. Buni yopib ko'ramiz hozir. Mana shu holatga yopishtiriladi. Mana ko'rishingiz mumkin azizlar. Chotkigina devordan shu holatda qilsa bo'laveradi shkurkasini bemalol. Ichidan nasatkasi oltita bo'lib chiqadi. Hamda yana yaxshi tomoni kichkinagina diodchalik yonini girdida aylanasiga lentasi bo'ladi, yonadi. Bu kechqurun ko'ringanda sizga devorni qiyshiq joyini ko'rish uchun zo'r narsa. Istovchilar uchun professionallisi bor, marhamat, $100. Ruchnoy bo'ladigan bo'lsa, atiga 240 ming so'm. Arziydimi yo'qmi?